Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana biz Aksiyador tijorat xalq banki Zomin filiali hamkorlikda yetishtirish ko'zda tutilgan Jizzax viloyati Zomin tumani Isto'l qismida joylashgan 685-konturdamiz. Platforma foydalanuvchilari hozirgi kunda bu yerda jami yer maydoni 15 gektar tashkil qiladi. Bu yer maydoniga bir necha ekin, ya'ni piyoz ekani ekilgan, piyoz o'simligi ekilgan. Hozirgi bu yerda umumiy uzunligi yeniga hisoblaganda 750 metr, bo'yi uznasi 750 metr, bo'yi 200 metr atrofida, jami 15 gektar, sal 15-2 gektar atrofida yer. Bu yerda piyoz ekani ekilyapti. Hozirgida bu yerda mana yuqori texnologiyalar bilan tomchilatib sug'orish, ya'ni suv tejash uskunalaridan foydalangan holda ekilyapti. Mana piyozimizda hozirgi kunda ahvollar endi chiqib, endi yaxshi holatga kirib boryapti piyozimiz. Bu yerdagi samarali tomonlari shundaki, hozirgi kundagi so'nggi rusumdagi o'g'itlar, so'nggi rusumdagi sug'orish texnikalari ishlatilgan bo'lib, bu yerda avvalambor birinchi navbatda shu yerga ekilgan yer ekkan dehqonlarni daromadini oshirish maqsad ko'zda tutilgan. Bu yerda Dashtobod Rich Invest MJJ kooperativ tomonidan 15 ta dehqon xo'jalikka, har bittasiga 1 gektardan jami 15 ta dehqon xo'jalikka yer ekilgan bo'lib, shu Dashtobod Rich Invest xizmati bu yerda hamma dehqonlarni shu yer ekish bilan bog'liq barcha jarayonlar, barcha xizmatlari shularni o'z uchun xizmat taklif qilgan va kelajakda ushbu yerdan olingan hosilni sotib eksport qilishga ham ko'maklashadigan firma sifatida xizmat qiladi. Hozirgi kunda bu yerda o'rtacha biz gektardan bu yerda 80 tonna piyoz olishni niyat qilganmiz. 80 tonnani hozirgi kunda 1 kilogramm piyoz narxi bozorda 2000 so'm hisoblansa, 80 tonnadan 160 million so'm daromad olsa, hozir 1 gektar piyozga jami ketgan xarajat narxi o'rtacha 44-45 million atrofida bo'lsa, bu yerda ham 165, 115, 110 million atrofida o'rtacha hosil olishni niyat qilganmiz. Xohlasa, balki hosil undan yaxshi biz o'rtacha aytyapmiz. Hozirgi kunda ekinlar